Koreyada o'zbek qizidan bir kunlik vlog. Bugun men uyda emas va balki shunaqa chiroyli manzarali otelda uyg'onganman. Otelga kecha kechqurun kirib kelganimiz uchun bu go'zal manzarani men ertalab tushganda faqat ko'rdim. И, конечно, o'z podpischiklarini yaxshi ko'radigan bloger sifatida men bu joyda podpischiklarim uchun rasmga tushmay keta olmasdim. Sizlar meni yaxshi ko'rsanglar, like va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Och qoringa 300 ta rasmga tushgandan keyin va nihoyat ovqatlanishga bordik va shunaqa go'zal manzara ortida estetik завтрак ham qilib oldik. Yorostinam o'zinglar ham qaranglar, prosta kartinkaga o'xshaydi. Havoni-ku umuman gapirib o'tirmayman, вообще zo'r havo bo'ldi. Bu kulishlarimga e'tibor bermanglar. Bu manzarada chiroyli video va rasmlar olish uchun men yarim soat hansirab chetga ko'tarilganman. O'shaning uchun bu yerdan millionta rasm va videolar qo'ysam, e'tibor bermay like bosib o'tib ketaverasizlar. Keyin esa bu oroldagi mashhur muzeyga bordik. No muzey zerikarli deyishinglar mumkin. Lekin men uchun muzey ham zerikarli bo'lmaydi. Jumong zamonlarida kiyilgan kiyimlarni kiyib ko'rib, menga bunchalik yarashgandan sotib olib ketib qo'ygim keldi. Keyin qizlar bilan kiydik deganda film ham olib ketaylik deb Jumong filmini yangi sezonini ham olib ketdik. Va nihoyat men bu orolga kelganimning eng katta sababiga ham keldik. Va buni sababi dengiz. Havo salqin bo'lishiga qaramasdan oyog'imni yechib olib yarim soat qumda yugurib yurdim. Keyin esa men koreyskiy daramalarda ko'rib, doim qilib ko'rmoqchi bo'lgan ishimni qilishga keldim. Va bu o'z qo'lim bilan mollyuskalarni topib yig'ish. Mollyuska yig'ishimni ko'rgan o'sha yerdagi ishchi, "Qo'y, sen bu ishni boshqa qilmagin-da, o'zingni blogerligini qilib yuraver" dedi. Va men juda ham tarbiyali o'zbek qizi bo'lganim uchun o'sha otaxonni aytganini qildim. Keyin o'sha yerni o'zida obed qilib, uyimizga yo'l oldik. Конечно, avtobusda ham ozgina diskoteka qilib ketdik. Koreyadagi hayotim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.